Pokiston Islom Respublikasida o'zimga zo'r sherik topdim. Xudoning o'zi yetkazdi. To'g'ri qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Dinsiz? O'zbek ekansiz, maşallah. Xudo berdi. Tillariga rosa qiynalayotgandim. Mazza qilib gaplashar ekanmiz, a? Tili yengillar. Oraga birga ketamiz hozir. Bular bitta charm zavodi bor. Korxonasi bor. Shuni ko'rsatdi ekanman menga. Mana bu delegatsiya bilanmiz. Mana shu tashkillagan mashinalarda bular yuradi. Sizda motosiklingiz bor ekan-a? Motosiklingizni birga ketaylik, aka. Menga shaharni ko'rsating. Haqiqiy mana shu xuddi shu mototsiklni ko'raman. Karachida ko'rsatamiz. Bu shahar mana bu mashinalarda qiziqmasda, aka biz orqadan yuramiz. Yo'l aka bilan tanishib ketamiz. Gaplashib yuringlar. Ketdik. Endi haqiqiy garajini ko'ramiz mana shunda. Burilib oling. Qaytishda o pikap orqasida kelamiz. Rahbarlar joyiga. Ketdik. O'yinchog'ingiz bormi sizda ham? Yuringlar. Yuring aka, ketdik. Stop. Maşallah. Ana bismillah. Xudo yetkazgan. Ketdik. Qanchadan beri aytasiz? 3 yil. 3 yil? Ha, 3 yil. Siz nima? Ismim Abdulbasit. Abdulbasit. Ha. Yoshingiz nechida? 22da. 22da. Oilangiz bilan chetlagansiz? Ha, shunaqa oilaviy. Farzanddan bormi? Ha, bitta farzand bor. Maşallah. Zo'r aka. Mesni bo'lib qolsa bular bilan bo'lsam, ha? Ha, shunaqa. Shu yerlik bo'lib qolsa. Va. Bular dod deyapti, mungacha bunda nima qilsam motosikl. Ketdik, bosinglar. Maşallah, astag'firullah, ehtiyot bo'ling. Ana bizni delegatsiya. Yavaş. Aha! Qalasizlar? Ahvollar bizni. Shunaqa vahima qilib komanda bo'lib yurish kerak ekan. Mana qilib yursa ham bo'lar ekan, ha? Men demoqchimanki, o'zbek akamiz bilan tinchmi bemalol yursak bo'laveradimi desam, ha dedim. Sizga mana shu muhit kerak edi. Avtobuslarni qarang mana. Maşallah, rosa archa bayram qiladi. Motosikl nech pul turadi aka? Bunisi 50 ming so'm bo'ladi, qirg'iz qo'liga. Qancha qiladi? $100 bo'ladimi? Yo'q, $300 bo'lib qolsa. 300? Ha. Mana shu, yili nechi buni? 25. 25, yangi ekan-da. Bosing. Mototsikllarga bakovoy qilmas ekan-a bular, ha? Bizda bakovoylar bo'ladi. Kaskaga indamaydimi? Hozir endi oktyabrdan boshlab shtraf berib qo'ygan. Endi boshlandi-a? Shofyor uchun. Shofyor uchun. Keyin yashil kaska minganlar taksi ekan-a? Ha, kuryer, taksilar. Motorolda taksi degan ekan. To'polon qilishini qarang, ag'ranimiz orqasiga turib oling. Ha. Bosh deyapti. Hey! Ag'ronlar o'sha aql qo'lini chiqarsa bo'ldi ekan, hamma yoq to'xtar ekan bular. Ha, shunaqa. Bu yerda biroz asrdan keyin boshlanadi. Asrdan keyin bular nima qilyapti eski kiyimlarni? Sotar ekan, ha. Qoch deyapti. Vahima qilishini qarang. Second hand yaxshi keladi bu Karachiga. Nimalar? Second hand kiyimlar yaxshi. Ha. Alternati bozorlarda Mana Zaks. Dorg'azani, ot! Shakar. Ketdi sana. Ketdi, yuring. Maşallah. O'yinchog'ini qarang buni. Hammasini o'yinchog'i bor ekan. Akada ham bor ekan. Hormay. Qalaysiz? Salom. Assalomu alaykum. Hammani o'yinchog'i bor ekan. Vah. 150 deb qo'yadi Ford. Salom og'a. Assalomu alaykum. Maza qildik. Aka sizga rahmat. Haqiqiy Pokistonni ko'rdik mana.